Xullas magazinga kelib, cena salistırib, kiyim qancha, ana kiyim qancha ko'rish kiyib, ikki bola bir-biriga, ikki qiz bir-biriga so'lashib, bizda cena nanda ekan, magazinga nandayligini qatar qo'yay. Короче, kel o'zimdan so'rab, men sana cenalarni aytib bering, kiyim nanda summa, kiyim nanda summa deb. O'zing so'rasam, cena salistırib, короче, onda zaten kerakmidi? Kesin so'zim aytaman bari. Çok problema. Ne deb o'tirsin? Problema cenada o'tirpa. Cena hamma magazinin bizda arzon su. Kiyim, oyoq kiyim, shenskiy farqi yo'q. Sumkadan boshlab yetib kiyim bor xullas. Великий размер, kichkina razmer вообще foydasi yo'q. Ushbu podarklarda qachon o'ynatiladi degan xaridorlarimiz va shu do'stlarimiz uchun tez arada o'ynatiladi. Imminni usti turali bir video chiqadi. Podarklar turibdi, hech yoqqa ketib qolgan yo'q. Umra safarlari, Dubay sayohat, voucherlar, betoy texnika, 17 Pro Max iPhone bor. Bularning podarki. Kelasang, qiling kiyimni 300 ming so'm olasan, ajo 300 ming. Do'xi kelasang ashurdan do'xidan o'zing unaqa do'xidan ajo 300 ming so'm olasan. Qaligim do'xing topadi. Do'xilar ham eng arzon summa gram 3 mingdan 9 mingga deydi. Shu yerga chekni tastaysan. Sut o'zim so'p belgilagan bir kuni meni aylantiraman deb qo'limda sug'aman, bir kun olaman. Sening atingni nomering chiqsa, sanoga podarkingni topsiraman. Xullas, o'zim podarkingni uyingga aparib topsirsam qalay endi? Damas'ta uyingga olib aparib turib, rasoshga to'lab yurmasanda 17 Pro Max'da o'zing chotga qilib korobkani achasan. Kelsa короче kiyimni olib qatnasdan olib все короче. Magazin azonda 9 dan kechki 11 ga дейін ochiq.